Xo'p, biz darsni boshlaymiz. Savollaringiz berilishini kutdim. Xo'p. Qarang. Insonda har doim ikki xil yo'l bo'ladi. Ikki xil yo'l bo'ladi va inson har doimo yengilni tanlashga moyilroq va u qulayliklarga o'zini himoya qilishga, doimo o'zini asrashga, masalan, moslashgan. Lekin aslida haqiqatdan ham masalan o'ylab ko'rsangiz, jannatga kirish osonmi? Buni qoidalari bor, talablari bor va u birmuncha insondan mehnat talab qiladi. Albatta, o'sha islom dinidagi qoidalarga amal qilish yoki boshqa ichimizdagi ruhlarni chiqarish boshqa va vaholanki buni tartiblariga solib, uni mana shunday bir qoidali shartlarga yo'g'rish bu judayam bir kodli tushuntirilgan narsada. Buni taksamirda judayam katta ilm bor va mana masalan hozirgi kunda o'qiyotgan kitobim shu Hazratni Shayx Muhammad Sodiq men uchun bu inson judayam buyuklik darajasida katta. Oxirgi paytlarda shu insonning asarlarini o'qiyman, o'rganaman. Hayoti, yashash tarzi bolaligidan umrini oxirigacha. Nimaga? Sababi haqiqatdan ham hilmni ko'rganman u insonda. Haqiqatdan ham ruhan uyg'oqlikni, haqiqatdan ham ongni, haqiqatdan ham judayam katta kenglikni ko'rganman. Aslida qarang, islom dini shartsizlik, kenglik belgisi. Masalan, sen mana bunday bo'lib yasha, mana bunday bo'lishing shart. Aslida haqiqiy odamlar mana bunday bo'lishi kerak yoki bo'lmasam bunday yashamayotgan insonlar ular inson emas degan narsa yo'q. Lekin bizda islom dinini ana o'sha aytilgan so'zicha tushunib, uni boshqacha faqatgina uni tagidagi mohiyatini tushunmasdan tahlil qiladiganlar borda. Mana masalan tafsiri hilolni o'qisangiz yoziladiki, mana masalan o'sha bandma-band Qur'onning mana bu suralarining ma'nosini, mohiyati deyilgan. Shu joy tarjimasi deyilmagan. Ya'ni u yoqdagi ma'nosini, mohiyati. Ya'ni har bitta surada alohida ma'no va uni shu tarjimasi, tafsiri hilolda ham uni o'zicha tahlil qilingan ma'nolari yozilgan. Shuning uchun ham Qur'on o'zbekchasini o'qib oxirigacha o'qib chiqsangiz, bu Qur'on xatm hisoblanmaydi va uni inson ongi aralashuv bo'lgani uchun va unda inson ma'nosini, mohiyatini o'zini tafakkuri yetgan darajasida tahlil qilingan va aslida Qur'oni Karimni hali mohiyatigacha insonni ongi yetadigan ko'tarolgani yo'qda. Ko'tarolganicha insonni ongi ochilib his qilib ketilyapti. Ya'ni ulardan yana biri mana masalan xo'p, shart qo'yilishi insonga shu jannat, do'zax haqidagi alohida to'xtalish va jannatga kirishning shartlari. Qarang, aslida Alloh taolo har bitta bandasini juda ham yaxshi ko'radi. Haqiqatdan ham bir uni shartsiz yaxshi ko'ruvchi zot. Va hali din nima, Alloh qanday zot, bir islom nima yetib bormayotgan, umuman hali bir inson ular ham, lekin hali ajnabiylar deyiladi yoki boshqa shunaqangi bir eralar borda, shunaqangi bir chekkalardagi yashayotgan insonlar, shunaqangi bir odam zotlar bor. Nimaga endi ularga haqiqatan ham ular islomni, shariy ahkomlarni yoki bo'lmasa ularni shu ilmlar yetib bormagan bu narsani ayb emas-ku. U avtomatik shu bo'ldi, yetib bilmadi, bu dinni haromni yetib bormadi, bu do'zaxga tegmaydi. Lekin mana bu islom diniga doir juda ham katta qo'yilgan talablar, shartlar insonni haqiqatdan ham g'olib bo'lishi uchun va uni ruhan uyg'onib ketishi uchun islomdagi hamma qoidalarni, u yerdagi talablarni inson bajarishi uni haqiqatan ham bu hayotda umrini zoya o'tkazmasdan haqiqatdan ham uni juda ham katta kamolotida, haqiqatdan ham uni zafari, uni g'olibligi. Lekin qarang, bu nima uchun aytilgan? Mana masalan, to'g'ri, hozirgi kunda biz islom dinidagi hamma qoidalarni joyiga qo'yib maromga yetkaza olmaymiz. Joyiga qo'ya olmaymiz. Lekin aynan ana o'sha jannatga kirishni talablari va buni parallel ravishda hozirgi kunda aynan siz uni qoidasidagi hamma shartlarni bajara olmayotgandirsiz. Lekin siz o'zingizni hayotingiz uchun o'zingiz tatbiq qilgan ma'lum bir qadriyatlarni yaratishingiz va aynan mana shu qadriyatlarga asoslanib bu qadriyatdan chetkaga chiqmasdan, masalan, ertalab vaqtli turmaslik oson men uchun ham yoki bo'lmasam
o'zimni ustimda ishlamaslik bu oson hayot yoki bo'lmasam vaqtida kitob o'qimaslik, dars o'tmasdan yurish qulay insonga. Va islom insonni tanasini va ruhini shu qadar komillikka yetaklaydigan asosiy kuchki va insonlar xuddi mana shuni bajarib turib va bu narsani kodligini, buni tag zamirini to'liq ochilsa insonlar uni onga ko'tarmaydi. Mana masalan hozirgi kunda men tan olaman islom dinini juda chuqur har bitta qoidasini bajara olmayman, lekin men o'zim qaysidir talablarni, o'zimga qo'ygan qoidalarni imkon qadar bajarishga o'zimni majburlayman, qiyin bo'lsa ham. Va sekin xuddiki boshida 5 mahal ibodat qilish insonga juda ham qiyin tuyuladi, lekin bu odatga aylanib ketsa juda ham oson va bunda tana va ruh juda ham chuqur oziqlanadi. Albatta tanani mashqlari ham bu joyda amalga oshib boradi va agar insonga qoida qilib sen o'zingni hayoting uchun nimani zarur deb bilasan, qaysi bir harakat sen uchun doimiy ravishda bo'lishi shart, shuni doimiy bajar, majburla deyilsa, insonlar onga o'sha davrlarda hech qanaqangi ko'tarmaydida. Lekin inson dastlabki ongdan o'sish bosqichi albatta u namoz, masalan, ibodat qilib bunga qanchalik ichkariga kirib, onga ochilib borgan sari u kenglashib boradi. Aslida mana masalan, ba'zi bir shu din vakillari, men aslida bu din vakillariga umuman bu sohadan uzoq odamman, umuman otinoyi emasman, lekin ba'zi bir din vakillaridagi bir yo'nalish faqatgina islom diniga amal qiladigan insonlar, namoz o'qiydigan yoki boshqa faqatgina shu yo'lda yuradigan insonlargina inson, boshqa insonlar inson emasga chiqariladi. Lekin aslida hamma inson shu darajada kenglikka kela olish bu haqiqiy oliyjanoblik demoqchiman. Mana masalan, siz bo'lishi mumkin agarki shu biz aytayotgan tildagi fohisha degan insonni shu siz juda ham bu inson emasga chiqarib qo'yishingiz, agar bu shunaqa ham odam bo'ladimi, bog' deyishingiz, bu siz juda ham kichkinaligingiz, hali kenglashmagansiz. Lekin haqiqiy oliyjanob insonlar, aynan kenglashgan insonlar, ana o'sha insonda ham odamni, ilohiy Allohning san'atini ko'ra oladi va uni ham ruhiga hurmatda turiladi. Aslida bu qoidalar hammasi Qur'oni Karimda, dinda hammasi aytilgan. Mana masalan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lishidan qat'iy nazar insonni aybini ochmaslik haqida juda ham chuqur ma'noga ega bo'lgan hadislar bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar uni agar sen haqiqatan kamchiligini, aybini bilsang, uni tashqariga chiqarmaslik kerak. Ya'ni sen nima bo'lishidan qat'iy nazar ichingga yuta ol, hazm qila ol deganda bu. Mana siz o'zim loyihasida yoki boshqa sekin shu darajada ulg'ayib ketishingizni xohlaymanki, hech qachon bo'lmang, tabaqalashtirmang. U unday inson, bu bunday inson deyishingizni o'zi juda ham ruhan jiddiligingiz, ya'ni siz voy ana qo'shni ayoli eri bo'la turib kim bilandir munosabatda bo'lar ekan degan gapni eshitsangiz, aynan sizni kengligingiz u narsani oddiy qabul qila olish va uni o'sha joyda ichingizga sig'dira olish, shu joyda qolishi, endi o'zini tanuvi deya olishga kelish uchun siz haqiqatan ham kenglashishingiz, haqiqatan ham ruhan uyg'oq bo'lishingiz kerakda. Nima uchun dinda mana masalan xuddi shu darajada mohiyatni aytadiki, lekin hali ko'p ham insonlar bu narsani chuqur his qilmagan, anglamagan. Har doim kim bo'lishidan qat'iy nazar gunohkor insonni, agar bandani Alloh aybini ochmaguncha sen ochma. Bilsang, bu narsani yashir, kamchiligini yashir deyilganda, bu haqda siz ham bilsangiz kerak, yozib turing, bilsangiz, his qilsangiz. Lekin insonni kichkinaligi, hali kengaymagani, ana o'sha bitta fikr bizni ichimizga sig'maydi va u juda ham torlik qiladida, o'sha narsani, o'sha bir gap bizdan, o'sha bir fikr, bir kimni haqidadir muhokama ichingizga sig'maydi, tura olmaydi. Kimgadir albatta aytib qo'yasizda, kimgadir aytasiz. Ya'ni bu qalb hali kichkina degan. Juda ham kichkina sig'im. Shuning uchun ham biz doimo g'iybatlarda maza qilamiz va kimdandir xafa bo'lganimizda doimo baralla ichkariga aytamiz yoki bo'lmasam ichimizga sig'maydida o'sha narsa. Yoki hayotimizdagi bir nima bo'lishidan qat'iy nazar bir fikrni albatta kim bilandir bo'lishasiz. Aynan insonlarni doirasida. Qarang, insonni sizni kengayganingiz, sizni ulg'ayganingiz va qalbni, ruhni uyg'ontirishi, kengayishi, kengayib ketishi bu sizdagi ruhiy intizom va ruhiy tarbiyani eng birinchi o'rindagi ko'rinishi. Ruhiy tarbiya, ruhiy intizomingiz sizda juda go'zal shakllarda bo'la olishi kerak va men buni sekin sizga bandma-band aytib o'tishga harakat qilaman.
Ho'p, qarang. Birinchisi ichga yutish. Siz buni bandma-band balkim yozib, balkim his qilib o'zingizga ham e'tiyor qilib qo'yishingiz kerakda. Qarang, insonlarni bo'lmang. Yaxshi, yomon, xunuk, chiroyli, boy, kambag'al, bu semiz, bu ariq, boshqa, bu zodli, bu tagi past, mana shu holatlarga bo'lish eng katta yaratgandan uzoqlashtiradigan va sizni ichingizdagi kenglikni kengaymasdan kichkina bir hali ana o'sha ruhiy odobingiz kengaytirmasdan ichingizdagi qalbingizni qopini sig'imi kichkina tor holatida turishida biz boshqa etaplarga o'tishimiz, juda ham balandlashimiz va ichimizdagi haqiqiy xotirjamlikni topishimiz uchun insonni ruhiy holati, qalbini sig'imini kengligi kenglashishingiz kerakda. Sizga hamma narsa sig'adigan, oliyjanoblashishingiz kerak. Buning uchun birinchi bo'lish ongidan chiqish. Qarang, men hozir Toshkentga kelganimda ko'p his qilgan narsam chinakamiga shunaqangi yon atrofimda biz haqiqiy izobilniy qatlam yashaydigan joyda turibmiz. Eng markaz, yo'q, Toshkent shaharning markazi emas, lekin muhit shunaqa, Midgorod, ya'ni shifokorlar shaharchasi. Oliyjanob insonlar yon atrofimizda. Juda ham katta bogativ insonlar yashaydigan mahallalar va moliyaviy hammadan ustun insonlar turibdi va ularni kuzatsam, men qizimni maktabga olib boradigan ketyapman bugun. Aynan mana shu ruhiy intizomni sizga tushuntirishim kerakligini tushundimda. Bitta inson bor, har kuni o'sha maktab mahallasidagi qop ko'tarib bolalar tashlagan bakalashkalar shunaqa narsalar, endi musorlarni yig'ib yuradigan va uni pullab kun kechiradigan bitta inson, oddiy odam. Va ana o'sha mahallada deyarli hamma odamni bir uy joyi, boshqa yurish turishi, madaniyatdan bilasiz uni qay darajada kenglashgan odam. Va o'sha joyda judayam bir hashamdor uyda yashayotgan bir inson chiqdida. Mirolim aka, yaxshimisiz deb, aslida masalan ko'p insonlarni ko'rasiz. Aynan mana shu bakalashka terib yuradigan yoki bo'lmasa ijtimoiy muhiti juda ham bir qashshoq bo'lgan insonni biz, voy rahmat, qizim. Yaxshi. Bakalashka terib yuradigan insonlarni juda ham kamsitganini ko'rishingiz mumkin. Va o'sha odam borib, Mirolim aka, yaxshimisiz, hormagan deb o'zi yoniga borib, qo'lini keyin qo'lingizni olib qo'y, ha, Ahmadjon, yaxshimisiz, bir narsalarni so'rashni qaradi. Nima uchun? Keyin u eng kenglashgan, juda ham bir izobilniy qatlamdan chiqib turgan odamda. Va u bakalashka terib yurgan insonga haqiqatan ichidan ruhan hurmatda turibdi. Qarang, biz insonlarni yaxshi yomonga bo'lib, uni tabaqalashtirar ekanmiz. Bo'lish ongida yurasiz. Ya'ni bo'lish ongida bu yaxshi, bu yomon, bu unday, bu bunday degan ongdan chiqmas ekansiz. Siz keyingi etapga o'ta olmaysiz. Har doim masalan biz har xil qatlamlar bor. Mana masalan etaplar bor. Shunchalar masalan ro'zg'orni zo'rg'a tebratib, er-xotin faqat janjal tortishuv, aka-uka farzandlar orasida mehr-oqibat yo'q bo'lgan insonlar davrasi yoki bo'lmasa haligacha mana masalan faqatgina qayna-kelin mojarolari, g'iybatlar, boshqa sekin-sekin insonni uyg'onishi uchun mana shunday ruhiy intizomlarni o'zida shakllantirish kerakda va u sekin ruhiy sistemasi o'zgarib, sekin boshqa qatlamga, boshqa etapga o'tib boradi. Va ulardan biri, eng asosiysi bo'lish ongidan chiqish. Bo'lmaslik. Yaxshi yomon degan narsa yo'q. Hamma inson bir. Yaxshiroq o'ylab qarasangiz, kengroq qarasangiz, siz bilmaysiz bu narsani. Masalan, ana o'sha siz eng yomon deb o'ylagan, agarki balkida o'sha siz dahshatli darajada inkor qilgan sizni mahallangizdagi o'sha fohisha ayolni qanaqadir Allohga yoqgan tomoni bo'lishi mumkin. Bilmaysiz buni. Va shunda ham sizni kengligingiz uni aybini ochish, uni bir muhokama qilish emas, prosta nima bo'lishidan qat'iy nazar unga ham ruhan hurmatda bo'lib turishingiz bu haqiqiy birinchi asosiy ruhiy intizomning bitta belgisi. Tushunyapsizmi? Yozib turing tushunayotganingizni. Bu ruhiy intizom. Uni qanday kamchiliklari bo'lsa ham, qanday xatolari bo'lganda ham, unga inson sifatida, shaxs sifatida va aynan Allohning eng aziz qilgan bir hazrati odam sifatida qaray olishingiz. Buning uchun insonga ilm kerak, kenglik kerak, ruhan o'sish kerak. Va men sizni mana shunaqangi ruhan o'sgan insonlar davrasidan bo'lishingizni xohlayman. Va yana bitta hozir sizga hadis keldida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida aynan islom dinini targ'ib qilib har bitta oyatlar kelib turgan paytda, shu oyatlar shu Qur'oni Karim nozil bo'layotgan bir paytda bir insonni ayoli xiyonat qildi-da. Unga xiyonat qildi va yig'lab borib, "Yo Rasululloh, men ayolim xiyonat qildi. Men buni nima qilaman endi? Qanday
nima qilay, jazo qilay unga nisbatan deb. Ha desa, hammani ichida shunaqa deyapti-da. Shunaqa desa, guvoh bo'lib ketibdi. Guvoh bo'lish kerak. Keyingi gal yana xuddi shu holatni ko'ribdi-da. Endi o'sha paytni ko'rgan zahoti bu vaziyat sirasi to'xtatiladi-ku. Yana yugurib borib, yo Rasululloh, ayolim xiyonat qildi. Qanday jazo beray desa, deyilganda, guvohing bormi deganlarda, 3 ta guvoh topib kel deyishgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va qarangki, ana o'sha paytda juda chiroyli narsa eshitganman-da, mana masalan, ayollar haqida, ayolni sha'ni yoki bo'lmasam biz buni ayolni sha'ni haqida boshqa oddiy o'zimizcha ko'r-ko'rona g'iybat qilib boraveramizku. Shunda aytiladiki, yo Rasululloh, ayolim shu ishni qilib, to men ko'rib qolsam, to men to'xtab tur, shu ishingni davom etib tur, men guvoh topib kelay deganimcha shunday qolarmidi desa, o'sha joyda gapni kesib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unda gapirma degan. Aslo gapirma bu haqda. Unda jim bo'l degan. Tushunyapsizmi? Siz nima bo'lishidan qat'iy nazar, kimnidir aybini ko'rganingizda, kimnidir ochiq oydin masalan uni kamchiligini bilganingizda, eng boshida uni mana shu kamchiligi bilan qabul qila olish va buni bo'lmaslik, uni ham inson sifatida tura olish va nima bo'lishidan qat'iy nazar kenglashgan ichidagi haqiqiy bir ilohiy ongi bor insonlar bu bunday qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni qila oladilar va uni ruhan hurmat qila oladilar. Tushundingizmi? Va yana endi sizga ikkinchi bilishingiz kerak bo'lgan asosiy bir fakt. Hozir siz qarab qo'ying chatga. Hamma jim bo'lib ketdi-da. Eshitilyaptimi o'zi? Eshityapsizmi o'zi? Ovozim boryaptimi o'rtoqlar? Eshitmayapsiz? Ha, bo'ldi unda. Yozib turing-da, men ovoz uzilib qoldimi yoki boshqa bo'ldimi deb o'yladim. Ovoz bor. Bo'ldi unda. Xo'p. Ikkinchi sizni qilishingiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni ruhiy intizom. Yana asosiysi. Ikkinchisi mana shu ikkitasini to'liq obdon sizga tushuntirib berishim kerak. Va bizda mana shu oxirgi paytlarda mana shu ruhiy intizomga rioya qilish vaqtlari bo'ldi-da. Va bu bilimlarimni qo'llashim kerakligini, mana shu ruhiy intizomga rioya qilib ham shu etapdan keyingi bosqichlarimga osonroq nisbatan aslida bor. Hozir sizga o'ylaysiz, masalan, Toshkentda yaloq qilib yuribdi yoki boshqa, lekin o'zini hamma narsani yetarli, hammasi yaxshi, lekin baribir insonda qanaqadir o'ziga muhitga o'rganish, bir insonlik, sog'inch hislar bo'lar ekanda, baribir odamni yolg'iz tashlab qo'ydim degan qanaqadir o'ylovlar boshqalar keladi. Bu shunchaki men bilaman, moslash davridagi har bitta tirik jonda bo'ladigan holat. Xo'p, yana qanday narsalarni asosiy his qildim? Qarang, har qanday vaziyatda avvalo nima bo'lishidan qat'iy nazar ruhiy intizomi bor keng insonlar taqdirotiga rozi bo'lib berishadi va u har qanaqangi hayotida sodir bo'lgan voqelikka ur-sur qilmasdan Xudoni unga bergan vaziyatga aslida undan oldin siz bilishingiz kerak bo'lgan yana sal kengroq tushuntirishim kerak ekanda. Xo'p, bitta qoida bor. Mana shu narsani yozib qo'ying kerak bo'lsa. Bu muqaddas kitoblarda ham aytilgan va meni psixologiyaga kirib, o'zimni anglaganim doirasidagi eng asosiy juda ham katta bir ma'nolarni jamlangan bitta xulosam. Ya'ni men shu narsani anglab yetdimki, bu juda ham kuchli haqiqatga yetgan insonlar fikri. Inson insonga daxlsiz. Mutlaqo daxlsiz. Inson insonga daxlsiz qilyapsizmi bu fikrni yaxshiroq anglasangiz, buni tagida butun boshli hayotingizni mag'zi kelib chiqadi. Hamma narsa degan bu. Bu nima degani? Bu degani sizni xafa qilgan inson, u xafa qilmagan sizni. Siz uchun nimadir berish kerak. Yoki bo'lmasam sizni pulingizni o'g'irlab ketgan inson o'g'irlab ketdimi? Yo'q. Bu umuman masalan hech qachon inson insonga zarar bera olmaydi. Mutlaqo. Inson mutlaqo agar hozir sizni hayotingizdagi muammolarga sabab masalan turmush o'rtog'ingiz, o'ylaysiz masalan turmush o'rtog'imni menga bergan
erksizligi, masalan, menga ruxsat bermaydi deyishadi ko'pchilik. Menga ruxsat bermaydi, meni cheklaydi, u yoq bu yoqqa borishimni doimiy nazorat qiladi. Xo'p, siz hali demak rost mana erkinlikka tayyormansiz degan. Siz hali to'liq erkin bo'lib ketsangiz, erkinlikni o'ziga yarasha og'rig'i bor. Tushunyapsizmi? Erkin bo'lib ketishni juda ham katta mas'uliyati bor. U mas'uliyatni ko'tara olganlarga beriladi erkinlik. Erkin bo'lib ketgan insonlarda doimiy ravishda juda ham katta mas'uliyati borligi uchun ham mutlaqo erkinlikka chiqib ketgan. Yelkasida o'zi uddalay olaman, o'zim eplayman, kimgadir og'irlikni tashlamaganligi uchun ham erkinlikka chiqib ketgan mutlaqo. Qarang, xo'p, biz farzandimizni o'z holiga qo'yib qo'ya olamizmi? Kichkina-ku u hali. Unga nazorat kerak. Unga parvarish kerak. Xuddi mana shunaqa biz hali o'zimiz erkinlikni ko'tara olmaymiz, uni og'irligini, uni yukini, uni mas'uliyatini ko'tara olmaymiz, lekin erkin emasligimizga mana shu erkak sababchi va shuning uchun ham hayotimdagi vaziyatlarimdan noroziman, taqdirimdan noroziman degan hisda turasizda va bu sizni juda ham katta xatoyingiz. Aslida siz haqiqatdan ham bu yukni o'zingizga bo'yningizga olganingizda hech kim sizni burchakka tiqmaydi. Aslo hech qachon sen bunday tur, sen bunday bo'l, bu ikki borma, bu ikki borma degan narsa bo'lmaydi. Haqiqatdan ham og'irlikni bo'yningizga olganingizda. Endi qarang, nima og'irlik bor erkinlikni? Erkinlikni shunaqangi katta yuki borki, elaydi elagida. Va ana o'sha joyda yaxshigina sizni mana kimnidir nazoratida bo'lgan insonni hech kim tekshirmaydi ham. U kimnidir buyrug'i bilan ish qilishi haqida ma'lumot hammaga ega. Uni kimdir g'iybat qilib o'tirmaydi. U kimnidir nazoratdagi odam. Lekin erkin bo'lishni boshlashingiz bilan siz haqingizda g'iybatlar bo'lishni boshlaydi yoki bo'lmasam ko'zga ko'rinishni boshlaysiz-da va bu sizdan xuddiki katta maydonga chiqib qo'yib hamma sizga qarab turganga o'xshaydi. Bu joyda o'ynashing shart, oxirigacha borishing shart, g'olib bo'lishing shart. G'olib bo'lmaganingda, o'sha erkin maydoningda senga hamma narsa mumkin edi-ku, qo'yib berildi-ku. O'sha joyda haqiqiy yashashingni go'zal tarzga olib bora olmasang, sen yiqilding o'sha joyda. Sen sharmandasan. Tushunyapsizmi? Va ko'p odamlar aynan to'liq erkinlikka bora olmaydi. Nimaga? Yiqilishdan qo'rqadi, sharmanda bo'lishdan qo'rqadi. Oxirigacha haqiqatdan ham uddalay olmaslikdan qo'rqadi. Va bu qiyin. Uddalay olish qiyin. Va siz tushunishingiz kerak, sizni hozirgi holatdagi siz baxtsizman deb hisoblaydigan, baxtsizman deb nomlay oladigan va bunga falonchi sababchi, meni qaynonamni nazoratidan chiqolmayman deyotgan bo'lsangiz, men ham bu holatlardan o'tganman. Qaniydir erkin semichga chaqib, ko'chada naushnikimni taqib yursamidim degan holatlar bo'ladi. U paytda men tayyor emasdim. Men mutlaq erkinlikka tayyor emasdim va o'sha paytlar men nazoratda ushlashim kerak. Agar siz erkinlikka tayyor bo'lmaganingiz holatida erkinlikka chiqaman deb dodvoy qilganingizda, erkinlikka o'tganingizda ham siz o'sha joyda yiqilib qolasiz. Erkin bo'lib ketsangiz ham o'sha joyda teskarisiga qarab ketib qolasiz. Chunki erkin inson, erkinligi cheklangan insonni kimdir nazorat qilib yurishi, u demak hali mustaqil emas. Uni kunini taqsimoti, yashash shaklini, yashashini oqimi kimgadir bog'liq. Kim orqali, kimnidir qarori orqali yashaydi va hozircha u bunga mana shu hayotga munosib. Ya'ni u hozir bundan boshqacha hayotni ongga ko'tara olmaydi va mutlaq erkin bo'lishga insonda shunaqa katta kuch kerakki, mas'uliyat kerakki, u yashash shaklini shunchalar ham go'zal shaklda, tartibda, haqiqatdan ham o'z hayoti uchun kerakli bo'lgan intizomlarni yaratmasa, u yengilib qoladi va unda qaniydi, masalan, kimnidir просто kunlarini bo'sh o'tkazishni boshlaydi, o'zidan ko'ngli to'lmaslikni boshlaydi va hokazo. Va sekin keraksiz fikrlar chiqib, unda ko'payib, ongidagi keraksiz fikrlar ko'payib, sekin u o'tlashni boshlaydi. Har doim bizda holatda, erkin holatimizda har doim nafs degan narsa, qon tomirimizda yuradigan shaytonning fikrlari, mana shunaqangi holatlar bo'ladi. Chalg'ib qolish va hayotingizni go'zal tomonga olib o'tish uchun, sizga rivojlantirish uchun ham hattoki kuch, ilohiy kenglik, mana shunaqangi holatlar kerak. Va hozir agar siz erkin bo'lmasangiz va hozir agar bu holatdan norozi bo'lsangiz, hozircha rozi bo'ling. Hozircha ongingiz erkinlikni ko'tarmaydi-da. Shuning uchun ham siz nazoratdasiz. His qilyapsizmi? Endi uchinchimida siz yozuvlaringizni o'qib qo'yaman. Bormisiz o'zi? To'g'ri. Xo'p, yana ruhiy intizomni
aytgandim, 3-tuz qoidasi bu inson insonga daxlsiz dedim-ku. Xuddi shunday, siz hayotingizga nima kelsa, Allohdan bila olish. Bu hamma insonda yo'q. Deyarli 80% insonlarda yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, hayotingizda qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, shu vaziyatga, shu holatga, shu taqdirotingizdagi shu holatga ich-ichingizdan rozi bo'lish shu joyda. Intizomsiz insonlar, ruhiy intizomni his qilgan, mana shu narsaga keyinchalik bir kelib qo'ygan odamlar borda. Ular oliyjanobligini shunda ko'rsatadi, vaziyatga bo'ldi deydi. Oddiy vaziyatlarda qanaqadir ko'chada mashina bir-birini tutib yuboradimi yoki qanaqadir bir ko'ngilsiz holat bo'ladimi, o'sha joyda tutoqqa sen sababli bunaqa bo'ldim. Oddiy vaziyatlarni ko'raman. Oddiy vaziyatlarda ish o'xshamagani uchun doimiy ravishda kimnidir ayblayotgan insonlar, u hali judayam kichik. Doimiy bir narsa o'xshamadimi, doim aybdor inson axtaradi-da, inson mana shu narsaga rozi bo'lolmaydi. Shu narsa o'xshamadi deb, hammaga roziman, mana shu hozircha shunaqa bo'lish kerak ekan degan ichkaridagi vaziyatlarda har doim rozi bo'lib turish. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mana g'alayon qilish, demak, tartibsiz voh deb o'zingizni urib, kimgadir dardingizni to'kib, bunday bo'ldi, mana shu inson rasvoy jahon qildi hayotimni, mana shunaqa, bunaqa gaplar ko'p eshitamiz va bu judayam kichkina. Aslida men bu narsalarni maydalab gapirib o'tirishimni boisi shuki, men tushundimda, mana masalan, odamlarga zo'r bilan bundan zo'rini beray, eng yangisini beray, anglaganim deganingiz bilan agar inson onga tayyor bo'lmasa, uni yetkazib bera olmaysiz va uni hazm qilisha olmaydi. Lekin eng boshdagi asosiy o'zakni, asosiy narsada hech bo'lmaganda, mana masalanchi shunaqa narsa ekanda, mana hozir zikr ahlidan so'rang. U yoqda savol-javoblar bor. O'sha savollarga javoblarni mantiqasini, jamlanmasini his qilsam, mana masalan, men hozir ochilganda ichkarida masalan shuni kodlashtirib ichidagi mag'zini bundoq olib olamanda, mana shunaqangi diniy kitobdan ham, dunyoviy kitobdan ham aslida olib olaman. O'sha joydagi asosiy mag'z islomda odobni o'sha hech kimga malol kelmaslik, ustunlar juda ham ko'p qoidalari, kimnidirgadir malol kelmaslik va hokazo, mana shunaqangi juda ham katta nimani aytadi va aslida buni mana shunday tashqaridagi namoyandasi bo'lish uchun uni aslida ichkaridagi ruhiy intizom bo'lish kerak. Ruhiy intizomlangan, kenglashgan inson bo'lish kerak va eng asosiylaridan biri mana shu 3-qoidasi, asosiylaridan biri hayot sizga bergan har qanday holatda ana o'sha vaziyatga qovurilmasdan, qaynamasdan hozircha rozi bo'lib yashab bering. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar yashab bering o'sha holatga. Xo'p, nima o'xshamayapti yoki nima vaziyat anaqa bo'ldi, kutmagandingiz, boshqacha bo'lishi kerak edi, siz o'ylagandek bo'lmadi va hokazo holatda ham hammada bo'ladi-yu. O'shanda ham siz ruhiy intizomni ishga solish va ichingizdagi xotirjamlikni ushlab turish bilan sirazi bu vaziyat hech qancha o'tmasdan yashab bera olsangiz, eng uzoq 3 kunda agar siz intizomda tursangiz, albatta vaziyatingiz yechimini ko'rasiz. Tushunyapsizmi? Xo'p, bizdagi psixologik muammolarni tugamasligini asosiy tahlili, razbori shuki, siz hali ichkaridagi ruhiy intizomga ko'tarilmagansiz va har gal bir muammo sizda takrorlanyapti va aynan shu narsa kelganda siz har doim tipirchilayapsiz. Ruhiy intizomni ishga solmaganingiz uchun ham, ha mayli, Alloh taqdirotimdan roziman, nima bo'lsa bo'lsin, shunaqa bo'lishi kerak ekan deb ichingizdagi xotirjamligingizni ushlab, mana shu narsa og'irlik bo'lsa ham bir muddat yashab bera olmaganingiz uchun, u har xil ko'rinishda qayta har xil doimiy ravishda qaynonangizdan dakka yeyotgan bo'lsangiz, yana turmush o'rtog'ingiz va hokazo, o'sha oilaga siz yoqmayapsiz qandaydir. O'sha oilada har xil fitnalar, mana shunaqangi mayda-chuyda gap so'zlar chuvalyapti va siz nimaga bu narsa har deb qaytalanyapti, bitta kelishi bilan siz yashab bera olmayapsizda. Bu narsa aylanib burgilib u yoqdan otiladi sizga, bu yoqdan boshingizni og'ritadi, belingizni og'ritadi, yelkangizga tushadi. Mana shu savolni og'rig'i har xil shakllarda sizga mo'ralaveradi. Ya'ni buni eng boshdagi negizi, agar siz ana o'sha vaziyatlarda ham siz mutaxassisga chopmasdan yoki bo'lmasa bir ayblab, tortishib, baqir-chaqir qilib, janjal, men unga ko'rsatib qo'yaman, boshqa bo'ladi deb har xil orqasidan g'iybat qilib, boshqa qilib yurmasdan, prosta mayli shunga roziman deb yashab bera olganingizda, 3 kunda agar shu og'riqni hazm qilib ichingizga yutib o'tadi bu narsalar deb turib yashab bersangiz, bu o'sha joyda sizda shu masala yechildi bo'ladi. Nishoning shu narsa yechildi bo'ladi. Buning uchun kenglik kerak. Inson insonga daxlsiz degan narsani siz yaxshiroq his qilib tushunishingiz kerak.
Xo'p, endi oxirgi aytadigan asosiy bitta narsam, siz nima bo'lsin, qanday bo'lsin, insonmi, holatlarmi, nima vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, har narsani orqasida Alloh ko'ring. Demak, bunda Alloh bor. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizgagina ta'sir qilayotgan har qanday vaziyatlarni yaxshi yoki yaxshi emas vaziyatlarni negizida ham Alloh bor deb bilishingiz. Bu haqiqiy ruhiy intizomni asosiy bo'g'ini. Xo'p, siz zo'r rivojlandingiz. Mana masalanda shu men doim shuni aytaman. Telefon siznikimi yoki bo'lmasam shu kiyim menikimi? Hammasi Allohdan-ku va sizni hayotingizga berilgan juda ham chiroyli yutuq vasiyat ham ana o'sha joyda men qildim, men uddaladim, meniki maladesman yoki farzandingiz shunchalik qila oldim deb faqatgina urg'uni o'sha joyga menman degan narsaga qaratib yuborsangiz, shu joyda yiqilib qolasizda. Va bu narsani ko'p ham biz ishlatishimiz kerak. Yaxshi emas vaziyatlarda sizga berilgani tagida Alloh bor. Allohdan deb biling, bo'ldi. Qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar hammasi undan. Va shu narsani ushlab tura olsangiz, yaratgandan mayli roziman deb kengroq etapda tursangiz, siz albatta vaziyatlaringizdagi holatlar, endi siz mana shu narsalarni agar hayotingizga qo'llay olsangiz, endi siz oldingizda yasholmaysiz. Hayotingiz o'zgarib ketadi, ichingizdagi xotirjamlik, boshqa holatlar. Xo'p, eng muhimi hayotga ko'chirish. Sizda bugundan zo'r his qilyapman. Ana shu zo'r his qilganlaringiz haqida gapirib turganda, sizda bugundan qilishingiz kerak bo'lgan narsa, hayotingizga ruhiy intizomni qo'ying. Ruhiy intizomni olib kiring hayotingizga. Mana shu 3-4 aytgan qoidalarimni qayta hayotingizga olib kirib, bu narsani shakllantiring. Albatta shakllantiring. Va bu sizni hayotingiz uchun judayam etapdan etapga malades. Bizni oldinga ketishimiz mana shu ichkaridagi ruhiy holatlarni va odatlarimiz, yashash shaklimiz va qarashimiz, ichimizdagi kenglikni boshqacha tarzda o'zgartirish bilan bo'ladi-da. Siz agar hayotimga olib kirishni hozirdan boshladim, malades bo'ling. Shu vaziyatlarni hayotingizga rostdan, masalan, sizni majburlab emas. Agarki sizda hozir kelsa va buni rahmat, maslahatni o'tyapti va buni yana bir qoidalarni men beraman. Shanba kuni anaqa qilamiz deyapman-ku. Uchrashuv qilamiz dedim-ku Toshkent shahrida va uni men onlayn to'liq nazoratni olyapman, onlayn ham. Kelolmayotganlar uchun yetib boradi-da, borish kerak. Mana shu narsalar hammasi. Va siz hayot tarzingizni o'zgarishini xohlaysiz, lekin ruhiy intizomga rioya qilmasangiz, o'tkazmaydi sizni boshqa etapga. Ming har qilib hamma narsani bilsangiz ham, ruhiy intizomingiz bo'lmasa, o'tolmaysiz. Shunaqa. Xo'p, yana bir e'lonim. Men juda ham bir kichik summa bilan belgilab qo'ydim siz uchun, faqatgina siz uchun, shunchaki sizni oladigan u yoqda juda ham katta narsalar bor. Oddiy bir badalingiz bo'lsin. Yozib yubordim menejerga 99,000 so'm dedim. Aslida men bu narsa meni qiymatini tushirish yoki boshqa narsa emas. Shunchaki bu aslida men to'lovsiz qilmoqchi edim umuman. To'lovsiz bo'lishi o'ylagandim boshda, lekin men yaxshilab qilsam sizdan nimadir bera olish va buni yopiq guruhda energiyasini butun qilib, tayyor haqiqatan ham mana shu narsa kerak bo'lgan odamlarga qilishimiz kerakligini tushundim. Shanba kunlik bir zaryadlanish deb nomlaganman. Uni zaryadlanishni ham juda ham katta etapma tushuntirib beraman. Zaryadlanishni qoidalarini men yopiq guruhda bo'lish kerak va buni energiyasini tarqatmasdan kerakli haqiqatan ham yeydigan, mag'zni oladigan insonlargagina olishim kerak. Mana chunki ko'rdimda mana shu joyda o'zim loyihasida ham sanoqli odamlar, ularni kirishgan masalan 180 ta odam bo'lsa, ular hammasi ham bu narsalarni darslarni eshitayotganlar yo'qda. Men buni shunchaki qo'yib yuborsam, siz energiyangizga ta'sir qiladi, ochilib ketadi. Shuning uchun bir butun qilish uchun buni alohida yopiq kanal ochib biz boshlaymiz ertadan. Yopiq guruhda odamlarni qabul qilib sizlar va o'zim Telegram kanalimga e'lon berishim mumkin. Ulardan ba'zi bir tayyor insonlarni olamiz va inshaalloh davra suhbat chuqurroq ishlaymiz. Sizlarning savollaringizga javob berib boraman. Hammaga rahmat, his qilib tushunganlaringiz uchun, anglaganingiz uchun hammaga juda ham go'zal odob, juda ham go'zal ruhiy intizomni tilab qolaman. Onlayn ham bizda yetkaziladi hammasi va onlaynchilik alohida mana shunaqangi efir o'tib beramiz.
offlaynga keladiganlar shu joyni o'zida olib ketishadi hammasi. Agar eshitmadim, tushunmay qoldim deganlar uchun qo'shimcha onlayndagilarga mavzularni yo'naltirib beradi. Hammaga rahmat. Shanba kuniga tayyorlaning. Kutaman sizni. Judayam zo'r.